21-22 may kunlari O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Toshkent Cyberlex 2026 xalqaro ilmiy-amaliy forumi bo'lib o'tadi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Interpol, Germaniya xalqaro huquqiy hamkorlik jamg'armasi, Yevropa kiber ta'lim tarmog'i singari nufuzli xalqaro tashkilotlar ishtirokidagi forum tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Raqamli texnologiyalar dunyoni o'zgartirdi. Ammo taraqqiyot soyasida jinoyatchilik ham yangicha, xavfli qiyofa kasb etdi. Endi u ko'zga ko'rinmas, chegara bilmas, soniyalar ichida hujum qiluvchi kuchga aylandi. Biroq bir haqiqat o'zgarmas. Qonun ustuvorligi har qanday tahdiddan yuksakdir. Ana shu ustuvor maqsad bugun nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo hamjamiyatining oldiga qo'yilgan vazifadir. Raqamli davrda qonun ustuvorligini ta'minlash, innovatsiyalar, inson huquqlari va xavfsizlik mutanosibligi mavzusiga bag'ishlangan mazkur forum mamlakatimizda ilk bor tashkil etildi. U faqat o'zbek segmenti uchungina emas, balki vakillari ishtirok etayotgan barcha mamlakatlar uchun tajriba almashish va xavfsizlik yo'lida birlashishga yordam beruvchi platformaga aylandi. Bugungi xalqaro forumimizda 20 dan oshiq davlatlardan, xususan soha mutaxassislari va ekspertlar ishtirok etishmoqda. Ushbu konferensiya xalqaro tajribani o'rganish va uni bevosita yuridik fanga modernizatsiya qilishdan iborat va bu borada rivojlangan mamlakatlarning tajribasini o'rganish va milliy qonunchiligimizni shu asosida boyitishga qaratilgan. Yalpi majlisda boshlangan forum 4 ta sessiyada davom etdi. Sessiyalarda mahalliy va xorijiy ekspertlarning fikrlari tinglandi. Ular offline va onlayn shaklda ishtirok etishdi. Mazkur forum kiber huquq sohasidagi dolzarb muammolar, amaldagi cheklovlar va kiberjinoyatchilikning kelib chiqish sabablarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik va tajriba almashish orqali global miqyosda xavfsiz raqamli muhitni yaratishning ahamiyati ta'kidlandi. Kontaktov, обсуждений. Raqamlashtirish davri. Biz, ya'ni Turkiy davlatlar uchun xuddi boshqalar kabi yaqin hamkorlik doirasida shug'ullanishimiz va hal qilishimiz kerak bo'lgan umumiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu forum aloqalarni jadallashtirish va muhokamalar uchun qo'yilgan bir qadam ekanligi juda muhim va salmoqli ishdir. Forum bugungi raqamli davrda qonun ustuvorligini ta'minlash borasida yangi global davrning debochasi bo'ldi. U kiber xavfsizlik va raqamli huquq sohasida yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Bu kun Safarbek Ortiqboyev, Abdulhamid Hasanov, Ixtiyor Orziqulov, Toshkent.